Salomatlikka eltuvchi 4 qadam. Inson organizmi 12 tizimdan iborat. Tizimlar a'zolardan, a'zolar to'qimalardan, to'qimalar esa hujayralardan tashkil topgan. Biz shifokorga a'zolarimizda kasallik paydo bo'lganda murojaat qilamiz. Yurak og'risa kardiologga, oshqozon og'risa gastroenterologga boramiz. Lekin har kuni tanamizda trillionlab hujayralar tug'iladi va o'ladi. Hujayraning sog'lomligi esa ichki muhitga bog'liq. Tasavvur qiling, akvarium va undagi baliqlar. Baliq bu bizning hujayramiz. Ular limfa deb ataladigan suyuqlikda yashaydi. Sog'lom odamda limfa toza, kasal odamda esa loyqa va zaharlangan bo'ladi. Xo'sh, qanday sharoitlar kerak? Birinchi shart sifatli suv. Bizning organizmimiz 70-80% suvdan iborat. Suvning ishqoriy balansi 7.4-7.5 oralig'ida bo'lishi kerak. Bu hayot zonasi. Agar pH 7 dan past bo'lsa, o'lim xavfi tug'iladi. Lekin biz ichadigan kola, soklar va jo'mrakdagi suvlar tananing kislotaligini oshirib yuboradi. Biz nega darrov o'lmaymiz? Chunki tanamizda kaliy, magniy, natriy kabi minerallar bor. Organizm yashab qolish uchun bu minerallarni suyaklar va to'qimalardan oladi. Bu bizni zaiflashtiradi. Coral Mine kabi ishqoriy suv esa resurslarimizni yo'qotmasdan balansni tiklashga yordam beradi. Ikkinchi shart detoks. Detoks uchun ilgari ochlik kifoya edi, lekin hozirgi ifloslangan muhit, toksinlar va kimyoviy mahsulotlar doimiy detoksni talab qiladi. Limfa va ichakni tozalash immunitetni mustahkamlaydi. Bunda Coral Club detoks dasturlari yordamga keladi. Uchinchi shart to'laqonli ozuqa. Yangi hujayralar uchun 28 xil aminokislota, 15 xil mineral, 12 xil vitamin va 7 guruh ferment va yog' kislotalari zarur. Hozirgi oziq-ovqatlardan bularni olish qiyin. Shuning uchun biologik faol qo'shimchalar kerak. Agar hujayra uchun shu sharoitlarni yaratsangiz, hujayra sog'lom bo'ladi. Undan sog'lom to'qima, to'qimadan sog'lom a'zolar va 12 ta sog'lom tizim shakllanadi.